Assalomu alaykum Uyg'ur qarindoshlar. Xabarimizning davomi. Bugun 8-oyning 4-kuni Hindiston hukumatı tarafidan yaxshi xabarlar dunyoga tarqalib o'tibdi. Bu bo'lsa-mu Xitoy hukumatining Hindistonda ochgan Kongza instituti va Kongza institutiga munosabatlik darsxonalarning hammasini taqaydi ekan. Uningdan boshqa Xitoy Hindiston o'rtasidagi oliy maktablar o'zaro hamkorlashish kelishim nomalarini hammasini bekor qildi. Bundan biz nimani ko'rib olamiz deganda, Hindiston hukumati Xitoy hukumatiga nisbatan iqtisodiy jihatda, fan-texnika jihatda, madaniyat almashtirish jihatda biroqla Xitoy davlati bilan munosabatni uzishgan. Ko'ta qasqanini deydi ekan. Hammamizdan xabar bo'lgandek, oldin qitim Hindiston hukumati Xitoy hukumati tomonidan ishlangan 59 kompyuterga munosabatlik yumshoq detallarni biroqla amaldan qoldirib cheklab etibdi. Uningdan boshqa bu qitim yana 47 yumshoq detallar APP sistemlarini amaldan qoldirib cheklab etibdi. Uningdan boshqa Xitoy ishlab chiqargan 200 dan ortiq fan-texnik yumshoq detallarni mo tekshirib etibdi. Mana bu Hindiston hukumati Xitoy davlatiga ochgan fan-texnika urush ekan. Endi savdo jihati bo'lsa, Hindiston hukumati Xitoy davlatidan kirgan tovar mahsulotlarga yuqori darajalik tambojni bizi oldi ekan. Hatto Hindiston chegarasiga kirgan Xitoy mollarini inchiklik bilan tekshirish ilib berib etibdi. Sharqiy Osiyo davlatlaridan Hindiston davlatiga kirgan mahsulotlarni inchiklik bilan tekshirishni boshlabdi. Sabab Xitoy davlatidan ishlangan mahsulotlarni kontrol qilishgan. Bundaq bo'lishdiki sabab Xitoyning yana nurg'un mahsulotlari Hong Kong orqali, Malayziya orqali, Vietnam orqali aylanib Hindiston bozoriga kirgan ekan. Hindiston bozoriga kirgan Vietnam mahsulotlari qarmoqqa Vietnamda ishlangandek amaliyotda Xitoy davlatidan ishlangan mahsulotlar ekan. Hozir Hindiston davlati Xitoy davlatidan ishlangan har qanday mahsulotni Hindiston bozoriga kirishni cheklaydi ekan. Bundan boshqa Xitoy savdogarlari Hindiston davlatiga salgan mablag'larni tekshirib aniqlaydi ekan. Xitoy davlati hozir Hindistonga Kongza institutidan 4 ni maxsus Kongzaga munosabatlik darslarni o'tadigan maktabdan 3 ni qurgan ekan. Bu Kongza instituti Hindiston davlatiga kirishdagi birdan-bir maqsad madaniyat jihatda singib kirish, Xitoyning birlik sab xizmatini mushu maktablar orqali kengaytirish, shu rayonning haqiqiy ahvollarini tafsili aniqlab bilalaydi ekan. Amerika davlatimi Amerikada qurilgan bütün Kongza institutlarini taqab bo'ldi. Hozir faqatla Maryland shtatida birsi qapti. Uni taqash oldi ekan. Shvetsiya davlatimi taqab bo'ldi. Bundaq aytganda, G'arb demokratiya davlatlarining hammasi Xitoy uchun ideologiya yaratadigan Kongza institutlari degandek maktablarning hammasini taqabdi va taqab etibdi. Avstraliya davlati bo'lsa eng oldida birinchi bo'lib Xitoyning Kongza institutlarini taqagan davlat bo'lib hisoblanadi ekan. Endi Hindiston davlatiga kelsak, Xitoy davlati Hindiston davlatiga nisbatan uzun yillardan beri tahdid bo'layotgan davlat ekan. Shunga Hindiston davlati Xitoy bilan bo'lgan bütün munosabatni uzib, agar zarur bo'lsa, Xitoyga urush ichish tayyorligida bo'lib o'tibdi. Yana bir yangi xabar bo'lsa, Shveysariya davlati Shveysariya davlatining tashqi ishlar ministri bayonot e'lon qilib, Xitoy davlati Hong Kongga yurgizgan davlat bexatarlik qonunidan va o'zi menayotgan xato yo'ldan qaytib olish kerak. Hong Kongda Shveysariyaning savdo korxonalari bor. Hong Kongga yurgizayotgan Xitoy davlatining qonunlari Shveysariya davlatining Hong Kongda turishliq shirkatlariga ziyon keladi. Shunga Xitoy hukumatı o'zining xato yo'lidan qaytmaydi ekan. U chaqda Shveysariya davlati Xitoy hukumatiga jazo qo'lindi deb bayonot e'lon qildi. Shveysariya davlati tarixdan tortib har qanday davlatning siyosiy ishlariga va urushlariga aralashib boqmagan, tarixdan tortib betaraf shaklda tug'an bir davlat. Mana endi Xitoy hukumatiga rasmiy holda qarshi chiqish pozitsiyasida bo'lgan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Xitoy hukumat amaldorlari, poraxo'r amaldorlarining milliardlagan pullari Shveysariya bankasi ekan. Agar Shveysariyaning Hong Kongdagi shirkatlari ziyonga uchirsa, Xitoy poraxo'r amaldorlarining sonsizlagan pullarini
dunyoga oshkorlab etar ekan va to'ng'itib etar ekan. Xabarlarimiz tugadi. Hammanglarga ko'p rahmat.